O'yin haqida endi yangi murabbiy bilan birinchi o'yinimiz bo'ldi. Muhim g'alaba qozondik. Endi ozroq o'zgarishlar bo'ladi baribir. Yangi murabbiy almashgandan keyin. Endi ko'ramiz bu yerga xohlasa. Yaxshi boshlab oldik, eng asosiysi. Yangi murabbiyning yangi taktikalarni o'rganishlarini qanday? Endi sekin-sekin o'rganish boshlanadi. Hozir birdan ko'p narsani o'zgartirib tashlagani yo'q. Sekin-sekin gaplashib, bolalarga tushuntirib boryapti shunaqa haqida. Ularga Fabio italiyalik, siz Italiyada bo'lgansiz. Ajoyib, ko'p muloqot qilyapmiz, ko'p gaplashyapmiz. Men tomonidan qandaydir unga yordam kerak bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Navbatdagi o'yin Urugvayga qarshi kechadi. Albatta qiyin o'yin bo'ladi. 8 soat uchib borib, o'sha yerda dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga qarshi o'ynash. Lekin biz jahon chempionatiga chiqqan komandamiz baribir. Shuning uchun munosib qatnashishimiz kerak bo'ladi. Ham klubdoshingiz, ham jamoadoshingiz Abbos Fayzbayev jarohat oldi. Bilmayman, hozir tekshirishyapti ekan, to'g'risi. Endi juda ham nima deydi, umid qilaman, seryoz emas deb. Jiddiy emas. Bo'ldi? Rahmat. Elbette. Xalqim, yaqinlaringiz sizni stadionda o'yin ko'rgan ekanlar. Ko'proq nima his qilasiz? Поддержкani. Hozir ham ota-onangizdan intervyu oldik. Ko'proq farzandimiz podishka qilgan ekanmiz deb. Ya, shunaqa. Podishka yana nimalarni his qilasiz? Stadionda. Albatta, har doim yoqimli bu narsa. Kelib qo'llab o'zim, ota-onam, oilam kelib qo'llab turganda bu qo'shimcha kuch bag'ishlab turadi. Rahmat.